Assalomu alaykum hammaga. Sparkimiz sotilyapti. 2020-yil mexanika korobka, 4 ta diska baloni, yangi gazi bor, konditsioner, ABS hamma narsa ishlaydi. Elektronikasida ham muammosi yo'q. Mexanika 258 ming yurgan. Haloli bir qo'l mashina. Kapot kirlo yuzaki sepilgan, keyin karnizlarida petno bor aka, videosi ham bor. Sepilganlarini yurgani halol, texnik ishi umuman yo'q. Olasiz, minasiz. Holati zo'r mashinani. 6400 akalar bo'lishi, mabodo kimgadir qiziq bo'lsa, kimgadir kerak bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Kelishadigan joyi, salonlari ham akkuratni, hech qanaqa ishi yo'q. Olib minishga tayyor mashina. Moy antifrizlarigacha almashtirib qo'yilgan. Balonlarini holati ustay balon. Xullas tayyor mashina.